qanaqa qilib karz qotirish kerakligini men o'zim bilganimcha sizlarga aytib o'taman. Hammani ishlash uslubini hurmat qilaman. Hamma o'zicha xohlagancha o'ziga qulay variantda qo'yadi. Omadini bersin. Muhimi tushib ketmasa bo'ldi. Hammani ishlash uslubini hurmat qilamiz. Xo'p, bitta bizaga hozir belgilab oldim. Mana bundan bitta ko'pchilik bolalarda bor. Magnit. Mana shu magnitni reka tashlamagan ekan, profil tashlagan. Profil tashlagandan belgilab qo'ydim. Ko'rinmas qilib belgilab qo'ydim. Qarang. Shu joyda kichkina qilib metga qo'yib olganman. Oldin bilib oldim qattiq nima qo'yilganini. Endi xudo xolisa karnizni qo'yaveraman. Qotirib olgandan keyin yana ko'rsaman. Hozir mana bunaqada ko'rsanglar, qo'ysanglar tushib ketmaydi. Ular qo'rqitdim. Slaviga qotib ishlash mana turibdi. Ashuna qilib metga qo'yib ko'rinmas qilib belgilab olsanglar, o'sha joy ro'parasidan sekin qotirib ketaverasizlar. Reka bo'lsa, bitta rekasi topib olsanglar, keyin qolgan davom etadi. Reka bo'lmasa ham bo'ladi. Karningizga sanaringizni ikki qatordan qilib o'tib ketsanglar, cho'tki bo'ladi. Ko'rinmas metga qo'yib ketaverasiz shunaqa qilib. Agar bu yerda joy kam bo'lsa, oldin karniz qo'yishdan oldin bir chetga metga qo'yib ketsanglar bo'ladi mana shunaqasiga. Xudo xolisa ishlar yaxshi chiqadi. Belgilab olganman, bittasini ko'rsaman. Hamki shuni qora metga qo'yib qo'yganman, mana shu burchagini ko'rsanglar. Shuni to'g'risidan qotiramiz mana. Mana shunaqa bo'ladi. Bunisi ham shu, bugun bir o'zim qoldim. Shogird yo'q shunga. Mana shunaqa qilib qotirib ketaverasizlar. Profilini qarab, xudo xolisa. Mana shunaqa.